boyagi qizi orqasida implant qo'yilgan, ya'ni yaxshi bo'lib ketgan, lekin u qizni urish mumkin emas, og'ir nagurska ish mumkin emas. Dadasi shu urish mumkin emasligini bilib turib, mashinani sindirib kelaman deganda boyagi qiz meni urmaydi dadam deb yoniga chiqqanda qizi sochidan burab turib yerga tarib tashlagan. Qiz beli haligacha og'riyapti belim deb gapiryapti. Hech nima bo'lmasam belimga, orqamga, men oldingi sinovga qaytishni xohlamayman degan narsa bilan yig'ladi menga. Va men bunaqa insonlarga nima deyishga juda ham ojizman. Chunki bir farzand ham Alloh yonida, ham bandalar yonida bir ota o'zgarishi uchun umraga olib borib, mashina olib berib, uy qilib, o'z sog'ligidan, o'z orzularidan kechyapti. Nimaga endi u qiz farzand onasini, singillarini boshqa joyga olib keldi va dadasi unga qarshi video ishlab video qo'yyapti. Menga qaramayapti, meni urib so'kib tashlab ketdi. Lekin u qiz shunga majbur bo'ldi. Chunki u oilaga sovchi kiymayapti. U oilaga sovchi kiysa meni qizim bunaqa deb qaytarib yuboryapti. U qizlar turmushga chiqmaydimi? U qizlar oila qurmaydimi degan narsa bilan u qiz juda ham xafa bo'ldi. Va bu hikoyani men eshitib turib ko'zimga yosh keldi. Nimaga bunaqa? Nimaga qiz farzand otaga suyanish kerak emasmi?